mahsulot O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Siz Lakore brendi haqida eshitganmisiz? Lakore O'zbekistonda Koreya texnologiyalari bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulot. Victoria's Secret AQShda ishlab chiqarilgan brend mahsulot. Agar sizni qo'lingizda shu ikkalovidan birini tanlash bo'lsa, siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Shaxsan men o'zim bu kompaniyada 7 yil ishlaganman va sizga hozir buni eng qiziq joyini aytib bermoqchiman. Lakore brendini bozorga kirib kelishini asosiy muammosi ham uni etiketkasida yozilgan Made in Uzbekistan yozuvi edi. Shu sababli Lakore brendi mass marketda sotilishi juda ham qiyin bo'ldi. Mahsulotning sifati va narxi bir-biriga juda ham mutanosib va zo'r edi. Lekin shunga ham qaramasdan bu mahsulotni bozorda sotish juda ham qiyin edi. Marketing bo'limiga qo'yilgan asosiy vazifa bu mahsulotni bozorga olib kirish va uni iste'molchilarga tanitish bo'ldi. Lakore brendini iste'molchilarga tanitish uchun eng samarali yo'llardan biri tanlandi. Bu siteboy marketing, ya'ni tarmoqli marketing. Agarda siz bozorga yaxshi tanilmagan brendni olib kirmoqchi bo'lsangiz, siz bu brend uchun uni qo'shig'ini topishingiz kerak. Mahsulotning qo'shig'i nima? Bu iste'molchilarga siz beradigan unikalniy торговое предложение hisoblanadi. Bizning UTP nima bo'lgan? Bizani UTP bozorda 10 yil oldin Koreya sifatiga ega O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulot bo'lmagan va bu bizani birinchi eng kuchli tarafimiz edi. Ikkinchi eng kuchli sabablarimizdan biri bu bizning mahsulotlar O'zbekiston iqlimiga moslashtirilganligi edi. Va aynan shu ikkita UTP tufayli biz bu brendni O'zbekiston bo'ylab tanilishiga erisha oldik. Bundan ham qiziq ma'lumotni va bu brendni bozorda o'zini o'rnini qanaqa egallaganligini bilmoqchi bo'lsangiz, keyingi reelslarimizni kuzatib boring.